to'lovlarni tashkil qiladi. Bundan hozirgi paytda elektron to'lovlar ulushi bor yo'qi 22%. Bu juda ham ulkan salohiyat degani. Regionalniy razvitiya bo'yicha 52 millionta tranzaksiya o'tkazamiz oyiga. Yiliga bo'ladigan bo'lsa. Avtotol tizimini hududlarda rivojlanishini ko'radigan bo'lsak, bizda hozir 0 dan yo'g'iga oladigan bo'lsak, bor yo'g'i 36% gacha potensialimiz ishga tushib solib olingan to'liq. Bu Urganch, Samarqand, Qarshi, Namangan va Farg'ona shaharlaridagi yo'lovchi tashuvchi tashkilotlarning ko'rsatadigan ko'rsatkichlar. Qolgan shaharlarda ko'rib turganingizdek hali juda ham katta ish olib borishimiz kerak. Elektron to'lovlar o'sish dinamikasiga nazar soladigan bo'lsak, 2023-yili yil mobaynida bor yo'g'i 5.6 million to'lov o'tkazilgan bo'lsa, bir yildan so'ng bu ko'rsatkich 3 barobar oshganligini ko'rsatgan. 2024-yil sarf hisobini qilinganda. 2025-yil yakuniga qadar 52 milliondan ziyod to'lovlar taxmin qilyapmiz. Yil yakuniga qadar mavjud salohiyat esa 240 million tranzaksiya yo'lovchilar to'lovlarini tashkil etishi mumkin edi. Elektron to'lovlarning ulushi yuqori bo'lgan tashuvchilar hozir aytib o'tgan, sanab o'tgan shaharlarimizdan oladigan bo'lsak, qariyb to'lovlarning keng yarmiga yaqinlashgan top 5 ta tashkilotlar, tashuvchi tashkilotlar bu Samarqandda Markaziy Trans tashkiloti, Qarshida Sharofiddin Nurulloh tashkiloti, Namanganda Express Darina, Andijonda Alpomish merosi va Farg'onada Farg'ona Trans xizmat tashuvchi tashkilotlar o'z yo'lovchilarini qariyb yarim qismini to'liq elektron tarzda xizmat ko'rsatib olib kelmoqda to'lovlar bo'yicha. Hozirgi kunda jamoat transportini moliyalashtirish oldingi davrga nisbatan o'zgarish kiritildi. 2023-yil 16 fevralda jamoat transportini isloh etish bo'yicha chiqarilgan prezident qarorining negizida hududda shartnomalar bilan shuncha ishga tushirildi. Hududda shartnomalar oddiy til bilan aytganda tashuvchilar o'rtasida hamda transport boshqarmalari o'rtasidagi yangi turdagi moliyalashtirish mexanizmi bu. Ushbu mexanizm qo'llanilganda tender g'oliblari yangi turdagi zamonaviy avtobuslarda xizmat ko'rsatish uchun sifat belgisi, sifat nizolaridan foydalangan holda yillik rentabelligi 10% dan past bo'lmagan moliyalashtirish mexanizmiga aytiladi. Amalda hozirgi paytda hududlarda 45 ta yo'nalishda 572 ta avtobus brutto shartnomalar asosida ishlatiladi. Kelgusida amalga oshirish kerak bo'lgan 179 ta yo'nalish uchun qariyb 2000 ta avtobus xarid qilinishi kerak. Elektron to'lovlar rivojlanishidagi mavjud muammolar. Hozir Toshkent haqida aytib o'tilgandek, hududlarda ishlar zo'r emas. Nimaga bu prezentatsiyani biz oxiriga qoldirdik? Tashuvchi tashkilotlarda hududlar kesimida hali muammolar mavjud. Muammolar qaysi turda? Birinchidan, tashuvchilar va haydovchilar elektron to'lovlardan manfaatdor emas. Hali hanuz to'lanayotgan naqd to'lovlarning qadr-qiymati hududlarda naqdsiz to'lovlarga nisbatan yuqori qiymatda. Ikkinchi asosiy muammoimiz yo'lovchilar ham naqd to'lovlardan ketishga hali to'liq tayyor emas. Hammamizga ma'lum narsa, Toshkentdan tashqariga chiqqanda hududlarda ko'pincha aholi ishlatayotgan bank kartalaridagi to'lovlarini tezgina pul tushishi bilan borib naqd to'lashga o'tkazib oladi. Shu muammo transportda ham o'z aksini ko'rsatib kelmoqda. Atado qanaqa takliflar bermoqchi bu yo'nalishda? Biz 2023-yildan boshlab aholi bilan ishlaganda, yo'lovchilar bilan ishlaganda ularni to'lovlarini
bank yoki to'lov tizimlari bilan rag'batlantiruvchi aksiyalar o'tkazib keldik. Ularni o'zimizlarni to'lovlardan o'tkazishga, elektron to'lovlardan foydalanishga undashni o'rganib oldik. Kuni kecha mana Ipek yo'li bank ham o'z ma'lumotlarini ochiqlab 2024-yil boshlangan aksiya hozirgi paytga kelib qariyb 13 milliard so'm aholi sarhisob qilib tejab borganligi haqida ma'lumot qo'ydi. Juda ham katta raqamlar va bundan aholi juda ham mamnun foydalanib kelmoqda. Bizning takliflar nimadan iborat? Bank, to'lov tashkilotlari, to'lov tizimlariga hududlardagi tashuvchi tashkilotlar bilan hamkorlik turlarini taklif qilmoqchimiz. Hozirgi ko'rsatib o'tganimizdek 2000 ga yaqin sotib olinishi kerak bo'lgan avtobuslarga hududiy tashkilotlar uchun avtobuslarni xaridini moliyalashtirish, qandaydir qulay lizing shartlarini taklif qilish, avtobuslarda reklama va marketing aktivitalarini oshirib borish, ATTO orqali o'tadigan to'lovlarning negizida skoring o'tkazib borish, elektron to'lovlar qabul uchun haydovchilarni rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish va haydovchilar uchun elektron to'lovlar qabul uchun KPI joriy qilishni ko'rib chiqib, o'rinli takliflarga aylantirish maqsad qilganmiz o'zimiz. Bu slaydda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz hozir aytib o'tgan aholi bilan ishlashimizdagi juda ham katta o'sishlar, ko'rsatishlarning o'sishlari Uzcard, Ipak yo'li bank, Uzun bank tomonidan o'tkazilayotgan aksiya va cashbacklarning to'lovlardagi mahsuli. Bu to'lovlar faqatgina transportda ishlatilayotgan kartalarning mevasi emas. Ushbu kartalar transportdan tashqarida ham aktiv ishlatilishini yaqqol misoli bo'la oladigan raqamlar. Shu slaydga kattaroq ahamiyat berishlarini so'rab qolardim. Bu slaydda biz barcha elektron to'lovlar mavjud bo'lgan hududlardagi top 5 talik, top 6 talik qilib ishlatilish foizi bo'yicha qaysi bankning kartalari qaysi hududda aktivligini hisobotini ko'rsatganmiz. Ushbu slayddagi raqamlar bilan nima demoqchimiz? Hali hududlarda juda ham katta potensial mavjud. Biz bu potensialni qoplash uchun o'zimizning kuchimiz yetmaydi. Buning uchun bizga moliya bozorining barcha ishtirokchilari shu hududlarda o'z kartalarini rivoji uchun aholini elektron to'lovlarga o'tkazishga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lgan tashkilotlar, banklar uchun bu qiziq bo'ladigan juda ham katta chaqiriq deb hisoblaymiz. Avtobuslarning xaridi, avtobuslarning ishlatilishida qo'llaniladigan qo'shimcha rag'batlantiruvchi mexanizmlar, brutto kontraktlarga o'tishga undovchi qo'shimcha instrumentlar ishlatilishi moliya yo'nalishida ishlayotgan tashkilotlarga qiziq bo'ladi deb o'ylaymiz. Sababi Toshkent ko'rsatgan premyerda biz bilamizki, elektron to'lovlar transportdagi boshlanishi boshqa tijorat yo'nalishlarida ham o'zini aksini ko'rsatyapti. Bu degani biz hududlardagi naqd to'lovlardan ketish uchun transportni kalit sifatida ishlata olamiz. Jamoat transportdagi to'lovlarni raqamlashtirish orqali biz naqd pulga qarshi umumiy ko'rinishda har bitta hudud bilan alohida ishlashga qurbimiz yetadi, birgalashib ishlaydigan bo'lsak bu yo'nalishda. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, har bitta viloyat markazi bilan, har bitta hudud bilan qaysi bank
o'z qiziqishini bildiradigan bo'lsa, biz tayyormiz. Tashuvchi korxonalar bilan qo'shimcha muzokaralar o'tkazishga, o'rtada turib ko'rsatgan takliflarimizdek o'zimizning skoringimizni taqdim etishga, bu orqali qo'shimcha rag'batlantiruvchi mexanizmlarni joriy qilishga va uni tatbiq qilib, birgalashib hududlarda elektron to'lovlar ro'yxatiga o'zimizning hissamizni qo'shishga tayyormiz. Bu ana oxirgi slaydim edi. Buni o'chirib turaman. Kimda agar qo'shimcha gaplashishga, qo'shimcha muloqot qilishga mavzu bo'ladigan bo'lsa, hozir mana bizning asosiy qismimiz yakunlanyapti. Bemalol savol-javob ko'rinishida norasmiy tarzda bir-birimiz bilan gaplashib olishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Uzr so'rasaklar. Albatta, bugun bu anjumanda hamkor tashkilotlar, boshqa davlat va nodavlat muassasalari vakillari ishtirok etishmoqda. O'ylaymizki, Davron aka hozirgi so'zlardan keyin asosiy prezentatsiyalar yakunlangan bo'lsa-da, lekin muhokamalar hali davom etadi va barcha aziz mehmonlarimiz, qolaversa anjuman ishtirokchilari turli tashkilot vakillaridan erkin tarzda bemalol muhokamalarga kirishish uchun start berishimizni e'lon qilib o'tmoqchimiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Prezentatsiyalar mana shulardan iborat edi. Ana endi esa bemalol muhokamalarga, turli mavzular bo'yicha munozaralarga kirishimiz mumkin. Marhamat. Rahmat.